O'zbekistonda birinchi bor sog'liqni saqlash sohasida sun'iy intellekt hamda raqamli yechimlarga bag'ishlangan Health Tech Hackathon bo'lib o'tmoqda. Bu IT mutaxassislari hamda yosh shifokorlar uchun yaxshi imkoniyat, chunki ular 5 kun davomida sog'liqni saqlash tizimidagi muammolarga innovatsion yechimlar topishadi. So'ngida eng yaxshi deb topilgan loyihalar investorlarga tavsiya qilinadi. Shu bilan birgalikda Health Tech Hackathon bu sog'liqni saqlash sohasida raqamli yechimlarni birgalikda ishlab chiqish uchun tibbiyot hamjamiyati va IT mutaxassislarini birlashtirgan milliy dastur. Loyihaning asosiy maqsadi tibbiyot sohasini raqamli transformatsiyasini jadallashtirishdan iborat. Hackathon IT va tibbiyot oliy ta'lim muassasalari talabalari, yosh shifokorlar, IT mutaxassislari hamda tibbiyot muassasalari vakillarini o'z ichiga oladi. AI Hackathonda o'z komandam bilan hozirda qatnashib o'tirman. Komandamizda 5 qatnashuvchi bor. Har biri o'zining tarovi bo'yicha bazaviy bilimlarga ega bo'lgan qanigilar bo'lacak. Bu hackathonda bizlar tekrardan chatbot ishlab chiqacakmiz. Odamlarda qandli diabetlar organizmidagi qandli diabetning miqdorini qay darajada ekanligini aniqlaydigan ham ularga usturali ma'lumot beradigan chatbot ishlab chiqib turali rejalashtirib o'tirmiz. Dastlab uning ma'lumotlar bazasi tarafini hamda dizayn qanday bo'luvi turali komandalarimiz bilan rejalashtirdik. Bir-birimiz bilan kommunikatsiya qilgan holda sol proyektimizni ishlowda boshlovda rejalashtirib o'tirmiz. Bu tanlovda bizlar o'zimizning proyektimiz bilan keldik. Bizning proyektimiz ham stomatologiya tarovuna baylanishli. Bunda avul rayonlardagi navxaslar stomatolog bilan onlayn chatbot orqali bepul konsultatsiya olishi mumkin. Ham birinchi tarafi, ikkinchi qulayligi bo'lsa, ortodontiya yo'nalishiga ko'proq yaqinlab, unda briket ham alaynerlar sun'iy intellekt orqali navxasda qanday turuvi ham uning natijasini ko'rsatib beradi. Bungi tadbirimiz o'sha sog'liqni saqlash yo'nalishiga bo'lganligi sababli ikkita asosiy muammo ko'tarilmoqda. Qand diabetli bilan xasta bo'lganlarni raqamli yechimlar orqali ularga qulayliklar yaratib berish, ya'ni ular har kuni ma'lumotlarni kiritib borish kerak va ular hozirgi kunda qog'ozga yozib borishmoqda. O'sha nuqtai nazardan kundaliklarini, raqamli kundaliklarini, yechimlarini kutib qolmoqdamiz. Ikkinchi yo'nalishimizga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, bu o'zi sog'lig'ini tahlil qilish, nazorat qilish, monitoring qilish yechimini bu yo'nalishda 300 dan ortiq ariza qabul qildik Qoraqalpog'iston Respublikadagi yoshlardan va ulardan 40 dan ortiq jamoalar shakllangan va ular 3 kun mobaynida ushbu yechimlarni ustida ishlashadi. AI Hackathon loyihasi 2025-yil 1-oktyabrdan 2026-yil dekabrgacha bosqichma-bosqich amalga oshiriladi. Mazkur loyiha mamlakatimizning 14 ta hududini qamrab olishi va unda 5000 dan ortiq yosh startapchilar ishtirok etishi ko'zda tutilgan.